Assalomu alaykum hurmatli aziz obunachilar, yaxshimisizlar? Yaljamonliklar, hurmatli yaljamonliklar, shahrimizning mehmonlari, sizlarga bir yangilikni aytib o'tmoqchi bo'lyapmiz. Kimda kim foizsiz, kreditsiz, banksiz uy olmoqchi bo'lsa, Eco House firmasi ochilgan. Yaljamonda ana shu Eco House firmasi orqali bemalol ishlaringizni bitirishingiz mumkin. Albatta Eco House firmasiga kelsanglar, hozir adresni ko'rsatib o'taman. Eco House firmasi bilan sizlarning ishlar oson va tez ishlardi va yugurlarsiz. Nima deyapti? Eco House'ga boraylik deyapti. Nima deyapti? Hangi uy olgan Eco House'ga boraylik deyapti? Buncha baqasan, bo'ldida tushundimda. Nima qilay endi? Bu yerda mutaxassislar bor. Kimga uy, mashina zarur bo'ladigan bo'lsa, albatta kelib uchrasinglar. Mutaxassislar bilan maslahatlashasizlar, ko'rishasizlar va ular sizlarga tez va qulay va sifatli ravishda sizlarning ishlaringizni bitirib beradi. Albatta foizlarsiz, kreditsiz, banksiz. Bunaqasi hali bo'lmagan. Albatta kelinglar. Sizlarga adresni ko'rsatib o'taman. Marhamat, kelinglar. Yozini bosinglar do'stlar. Sizlar kutib qolamiz albatta. Quyidagi telefonlarga telefon qilsanglar ham albatta kelsanglar bo'laveradi. Kutib qolamiz. Sog' bo'linglar, kuzatishda davom etinglar. Barakalla. Buni qarang, axir biz qariyalarni tushunadigan yoshlar bor ekan. Bor. Texnika mo'jizasini ko'rganman-ku. Lekin bunaqasini